Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Farg'ona chimyon g'ishtlarini Qovunchi ota ziyoratgohiga beruvdik. Ushbu obyektni ko'rgani keldik. Mana bu Farg'ona chimyon g'ishtlari mana kira olish bu Qovunchi ota dam olish maskani ekan. Bu yerda qozixonaga ham duch keldik. Qozixona bo'lgan ekan qadimda. Chinorlar bor ekan, hamda dam olish maskani ekan. Tinch joylar ekan, tabiat qo'yni ekan. Video davomida ko'rishingiz mumkin. Hamda g'ishtlarimizni ham qanday urilgan sifatli qanday sifatliligini ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz Farg'ona tumanidagi ziyoratgohdamiz. Bu ziyoratgohning nomini video davomida ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Abdulxayr aka. Dinsiz sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi keldilaringmi? Rahmat. Bu qanaqa ziyoratgoh? Biz hozir qayerdamiz? Hozir biz yuqorgi Gulshandagi Arab qishlog'ida turibsizlar. Arab qishlog'idagi Qovunchi ota jome masjidi. Ha, Qovunchi ota jome masjidi. Bu devor mana eski qadimiy devor ekan. Bundan bu Qozini qo'rg'oni 1800-yillarda nima? Qozixona bo'lgan. Qozixona bo'lgan. Qozini qo'rg'oni ekan. Qozini qo'rg'oni. Va jome masjidi. Devor saqlanib qolgan ekan. Qani, ichkariga kirib davom etamiz. Xo'p, mana bu g'ishtlarda o'zimizni chimyon keramik fasad g'ishtlardan berilgan. Ko'rib turganlardek mana koshillar yopishtirilgan. Juda chiroyli chiqqan. Xudo xolasa mana xayrli ishlarga ishlatilyapti. Buni qizil ranglilari ham bor. Video davomida ko'rishingiz mumkin. Qizil qanaqa turadi, sariq qanaqa turadi? Sizlar baho berasizlar. Hojit aka. Mana shu jome masjidiga kirish yo'lagi. Mana jome masjidining ayvonlari bu. Ancha salqin ekan. Tepasiga peyna qilganligi uchun ancha salqin bo'lyapti. Ham baho joylar ekan, tabiat qo'yilgan. Hop, pastlar issiq bo'lish uchun g'isht yotqizilgan ekan. Qadimiy Nikolayskiy g'ishtlar. Nikolay g'ishtlardan. O'sha eski uylar nimalar buzilib, Nikolay vaqti imoratlar, o'shalardan qilingan. Tabiiy keramikada bu. O'shanaqa bu. Necha kishilik jome masjidi? 600 o'rinli. 600 o'rinlik. Mashalloh. Navesdan tashqari o'ziga 600 odam sig'adi. Lekin navesimiz bilan 1000 oshib odam sig'adi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Shu ham endi asosan homiyligimiz o'zi o'sha. Aziz do'stlar, mana Qovunchi otani masjidini mana Navesda yonboshidagi ограждениyaga bergan g'ishimizni laklashganligi uchun shunaqa sal xunukroq holat kelib qolgan. Sababi laklash shart emas. Tabiiy mahsulot bo'lgandan keyin bu napas olib turish kerak. Lak mana qilib piyoz po'choq qo'shib archilib ketadi. Bu fasadni g'ishlarda laklash shart emas. Tepasiga shapkasiga mana burchatkamizdan berganmiz. Bu o'zi aslida polga bosiladigan burchatka, shuni shapka qilib qo'yishgan ekan. Buni ham laklaganligi uchun rangi sal o'zgarib boshqacha bo'lib qolgan. Sizlardan. Keyin lakni ham yaxshilab qurigandan keyin laklash kerak. Bo'lmasam nami ichida qolib ketib, sho'r berib yuboradi. Mana dog' bo'lib ketadi. Mana archilyapti laklar. Yaxshi qish qurigandan keyin o'zini o'sha g'ishtda o'zini laki bor. Ko'pchilik yog'och lak ham surkab qo'yish mumkin. Yog'och laklar bo'lmaydi. Mana videoda yaqinroqdan olib kelishingiz mumkin. Mana lak archilib ketgan. Bizda buning yechimi bor. G'isht o'ziga suv tortmasligi uchun lak bilinmaydigan xullas ximikat bor. Erondan kelgan zavodskoy ximikatdan lakdan bor. O'ziga nam tortmaydi. Surkagandan keyin lak surkalganligi ham bilinmaydi. G'isht qanday bo'lsa, shunday turadi. Kimga shunday mahsulot kerak bo'lsa, pastdagi nomga murojaat qiling. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Aziz do'stlar, bu Qovunchi otani
orqa tomonidan mahalladan kirilishi Qalbichin ota ziyoratgohi deyilar ekan. Xalq tilida qovunchi ota deyishar ekan. Oldin qovun ekkan ekan bu inson. Yani kirishinglar mumkin. Kirganlarda chap qo'lda hovuz bor ekan. O'ng qo'lda mana so'rilar. Bu Qalbichin ota deyiladimi yo'q qovunchi ota? Qovunchi ota. Qovunchi ota ziyoratgohi. Aytmoqchi o'sha qovun ekib karomat ko'rsatgan zotlar dehqonlar piri hisoblanadi. Dehqonlarda pir ekanda. Tadbirlar ishda bo'ladi, rayonda tadbirlar, hamma tadbirlar. Ko'p tadbirlar mana shu yerda o'tkaziladi. Paxtaga tushishdan, bug'doyga tushishdan oldin xatm qiladi. Ya'ni bug'doy plon to'lgandan keyin bitta xatm qilib, o'sha gulon plon televizor berib taqdirlanadi fermerlar. Allohu akbar. O'tganlar joylar jannatdan bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Mana sizlar bergan g'ishtlar bilan mana qurilishlar bo'lib yakunlandi bag'a bu tomoni. Xudo xohlasa hayitdan keyin nariyog'idan yana boshlanadi. Mashalloh. Oldin maytda edi devor, eski devorimiz. Kengaytirilib mana chiroyli holatga keldi. Ustalarda ham qo'l dard. Sizlarga ham rahmat, sizlarga ham omadlaringiz bersin. Bag'ishlaring nima ekanda? Rastvor zo'r ushlar ekan. Qarang, teshik. Mana shu teshiklarga kiradi-da. O'sha bo'lib ketadi. Keyin buni o'ta mustahkam bo'ladi. Mustahkam, ortiqcha mustahkam bo'lar ekan. Sopolda bu tabiiy keramika. Qarang. Pishgani ham qanchalik jarangdor bo'lsa, shunchalik mustahkam bo'ladi. Sopol bo'ladi. Bu keramika, ranglari ham o'ta tiniq ko'rib turibsizlar. Endi bitta yuviladi bu. Hozir ishdan keyin bitta yuviladi. Rastvorda sho'ri chiqadi, aziz do'stlar. Mana sho'ri bor ekan deb ko'pchilik e'tiroz qilishi mumkin. Rastvorda suvni shimigandan keyin rastvor sho'ri chiqadi. Qumda bor ekan. Keyin rastvorda ham suyuq quvor bo'lmaydi o'ta. Lekin bu bitta tozalangandan keyin bu yo'qib ketadi. Bunga vahimaga hojat yo'q. Chiroyli urishdi ustalar ko'z tegmasin. Ha, chiroyli, xudo xohlasa chiroyli bo'lib qoldi bet. Bu davom ekanda, xudo xolasa. Ha, bilaman deb bor nimaga borgan. Xudo xolasa. Shunday agrajniy agrajniy boshqa bo'lyapti. Orasi reshtka bo'ladi, xudo xolasa g'ishtlar yuksa chiroyli chiqib. Ha, bir qator tozalaversa. Eski devormi bitta bo'lgan? Sho'rlar yo'qib ketadi, ha. Ko'cha keng bo'lib qolibdi. Ko'cha keng bo'ldi, lekin asfalt boshlanadi, xudo xolasa yana. Ha. Abdulhayt akaga ham rahmat. Rahmat. Ancha o'zgartirish bor. O'shanaqa bitta ko'p ishlar qildi u. Sho'rlar endi qumdan, Qumdan, ha. Qumdan, sementdan sho'r chiqish mumkin, suvdan chiqish mumkin. Shu rastvor suyuq bo'lib qolsa, o'ziga ko'p tortib yuboradi-da, keyin shuni sho'rini tashqariga beradi, u yuvilib, to'kilib ketadi. Bu unaqa strashniy emas. Yaxshi. Hozir orasini deyiladi. Aziz do'stlar, chimyon fasad g'ishtlarini, keramika sopol g'ishtlarni Qovunchi ota ziyoratgohiga 20 mingta atrofida g'isht berganmiz. Ko'rib baho beringlar. Ranglari tiniq, qizil. Buni sariq rangi ham bor. Buni narxi donasi 3200 so'mdan 1 kvadratiga 52 ta 54 ta atrofida ketadi. Kimga shunday g'ishtlar qiziq bo'lsa, pastdagi nomga murojaat qiling. Bizda cheklanmagan miqdorda mavjud. Bizga obuna bo'lishni unutmang.
Hareket beraman. Abduhay o'zi fikr qilib qilaveradi. Rayon ham tadbir chetda qiladi. Kim? Rayon, Ha, hokim. tadbirlarda. Bug'doy. Tinch joy paxta, ekanda. Ha. Bug'doyga tushishda xadim qiladi, quyib qo'yib. Ha. Bug'doy plon to'lgandan keyin bitta tadbir bo'ladi yana. Ha, mana devorga. O'sha yerda 10 ta so'rlar boradi. Hmm. Bo'lsa bag'i ham limitini oshiradi odam, buziladigan tog'mi. Abduxayr hoji aka, bu katta chinor ekan-a? Qancha muddat bo'ldi? Bu chinor bir vaqtda ekilgan, 1941-yilda ekilgan ekan. Oho. 41-yilda ekilgan hamma chinorlar. Bitta chinor ko'p bo'lgan, orasidan ancha-muncha kesilgan ham u. Bir davrda chinoru katta kichikligiga nimaga qarab. Suvda bo'yi bu. Ha, ha. Mana ular ham o'shamlar-ki, ha. Mana tuproqlar to'plab qo'yibdi. Qanaqa joyga bergan? Bu tuproq 85-yillarda Rossiya sobiq Rossiya davrida mozor buzib tashalganda, Ha, mozor. o'sha eski tuproqlar mana shu yerga olib qo'yilgan. 94-yilda yana boshqatdan qabr ko'tarilgan, maqbaralari ko'tarilgan. Mana odamlar kelib dam oladigan joy tinch. Sokin bitta anaqa ichish-pichish narsalar ham yo'q. Hamma o'zi kelib damini olib ketaveradi. Aziz do'stlar, Sharoitlar yaxshi. Xudo bu xohlasa. o'ta tinch dam olish maskani ekan. Shovqin, unaqa gumra qasri yo'q ekan. Tinch, shu oilaviy kelib dam olib ketadigan joylar ekan. Miya haqiqiy dam oladigan tabiat qo'ynida. Oshlig'im aytyapti, bitta uxlab tursangiz miya svejiy bo'lib qoladi, deyapti. Kelishinglarni tavsiya qilamiz. Manzil Farg'ona tumani Arab qishlog'i Qovunchi ota ziyoratgohi. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Xonadonlaringiz tinch bo'lsin. Ishlaringga rivoj. Hammalaring o'ylagan yaxshi niyatlaringga Robbim o'zi yetkazsin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar.